Mana men xudo xolasa 55 ga kirdim. Shu tug'ilganimdan beri mana shu ariq suvidan suv ichamiz. Shundan foydalanamiz. Qo'shni qishloqda shular mana shu ukalarim nima qilibdi, suv chiqaribdi, toza suv bilan ta'minlanibdi. 24 soat toza suv bor deyapti. Shuning uchun biz ham harakat qilib mahalla bilan birlashib, shu bashtlarni o'rnatib qilib berishlariga endi biz yonma-yon turibmiz. Tushirib olsak, bizda ham xudo xolasa bo'ladi. Toza suv. Bu qishloqlarga borib bir kun suvsiz hayotni ko'rganimizda bunaqadar bu kuchli so'zligini tushunamiz. Har qanday suvsiz hayot yo'q. Suv bu hayot degan bir shiorlarning mazmunini aynan shu qishloqlarda ko'ramiz. Endi bundan boshqa suv yo'q. Nima qilish kerak? Shundan foydalanamiz. Hop, ichgani, yuvgani, kir yuvgani, mol qo'yga, agarodga, hamma ishga shu suv. Qishloqqa kelganimizda qishloqda o'rganish davrida larzaga soladigan narsa shu bo'lganki, hattoki homilador ayollarni homilasi 7-8 oylik homilasi bilan ikki qo'lida paqirda suv toshishlari, kanaldan uzoq masofadan suv toshib ketayotganini ko'rish man uchun, ya'ni shaharda biz yashaydigan insonlar uchun bu aqlga sig'maydigan bir holat hisoblanadi. Bundan tashqari shu bolalarni arava yetalab suv toshishlari, ularni kichkina o'sha murg'ak o'zi jussasidan ham katta paqirlarni toshishlari, aravalarda yetalashlari, sovuq kunlarda shu kanallardagi suvlarni toshib borishlari bu yerda bizni ishlashimiz uchun bir nima deydi, turtkida buni ko'rib o'tib keta olmaydi. Va shu yerda tizimini qurish uchun loyihani amalga oshirdik. Loyiha davomida aholi bilan birgalikda ish amalga oshirilib, aholi qatnashgan holatda juda katta loyiha amalga oshirildi. Aholini ichimlik suvga bo'lgan munosabatini o'zgartirdi. Ya'ni aholi faqat ichimlikka loyiq suvdan foydalanishga o'zgarib, Bizni asosiy maqsadimiz loyihada bu aholi suvga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, toza ichimlik suvi nimaligini va u bilan qanaqa munosabatda bo'lish kerakligini o'rgatish, toza ichimlik suvi ichishni o'rgatish. Bu ichimlik suvini ta'minlash aholini bu strategik vazifa hisoblanadi. Bittagina nodavlat notijorat tashkilot uchun katta summasiga lekin biz shunga qaramasdan ilgari boramiz, shu maqsadimizda. Bunday qishloqlar yildan yilga kamaysa. Ayollarimizni qancha suv toshib ketayotgan vaqtlari boshqa ishlar bilan mashg'ul. Farzandlarimiz esa suv toshib kelishga o'rniga kitoblarni o'qish bilan mashg'ul. Biz o'zimiz esa duo qilish bilan mashg'ul.